O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havoni bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 19-iyul kungi ob-havo prognosini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi esa 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, o'zgaruvchanlik bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarni taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.